Biz bugungi kunda normal odatdagi odamlarning o'tirisidagi masala emas. Biz hozir da'vo qilyapmiz. Xitoyga qarshi shunday bir birliksa buluşishimiz nihoyatda muhim bo'lgan bir vaqtda bizning siyosiy realligimiz, siyosiy faoliyatimizdagi ba'zi kartinalar, ko'rinishlar insonning qalbini haqiqatan qon qiladi. Unda yoshmi qilmaydi, qon qiladi. Shu siyosiy faoliyatlarga yetakchilik qilayotgan kishilarning o'ttirisidagi adovat, o'chmanlik shu qadar ig'irki, xuddi ba'zida Mao'ning birisi-birisiga bo'lgan o'chmanligi, Xitoyga bo'lgan o'chmanligidimi ig'irmidi yo? Deb qog'idek bir holatni ko'ramiz. Dal ashunda adovat bo'lganligi uchun nurg'un faoliyatlarni o'rtaq qilolmayotimiz, bir yerga kelinmayotimiz. Ya'ni dushmanga qarshi bir musht bo'lishning o'rniga hozir parcha hammamiz birdan sozmoqni tutib, dushmanning po'tiga o'q atqiladigan kichik valga o'xshab qolyapmiz. Hammamiz bir zambirak bo'lib, etishning o'rniga hammamiz birdan o'qyani tutib, o'zimizning ko'nglini xo'sh qilib, bu harakatni qilyapmiz. Bu birlashmaslikning, bir yerga kelinmaslikning sabablariga inchga, mikroskopni tutib qarab boqadigan bo'lsak, uni qo'l ko'z qarashdagi farq, tutgan yo'ldagi farq qatorliqlar emas. Maslakdagi farq qatorliqlar emas. Balki paloni bir qatim meni munda degan. Palonini yig'inga chaqirsak kamidi. Palonini yig'inga chaqirsak oldi septin o'rin bermidi. Munda bir ishni qilsak bizning dernekning logosini bujak qilib qo'yapti deganga o'xshash gaplar bilan paramparcha harakat qilib yuryapmiz. Bu menimcha bugungi bizning siyosiy mujodala realligimizdagi ajoyib cho'pay bir ko'rinishdan iborat. Kelgusida Alloh saqlasin, biz Uyg'urlarning taqdiri, bizning kelgusimiz mana shu ko'ksi qoni texnik keng bo'lashga ulgurmagan yoki payg'ambarimizning faqat Allohning dini depsanda qilinsila anangdan keyin achchiq ketdi, boshqa ishni kechirib ketdi degan sifatdan to'limi yiroq. Faqat o'zining chiqib tekkanlik uchun ham adovat tutishdan ayet mahir. Bu kishilarning sababidan biz bu reallikdan, ya'ni bugungi hozirgi ichinishlik realligimizdan qutulanmay qolmasak ekan deyman. Kunlarning biri bizning shu uvolimiz millatning shu kishilarning gadini kelmaydi demaymiz. Tarixda bu bo'lmaganmi? Uyg'ur tarixida bo'lgan. Biz ilqinayet uçuk aşkar deyişinin haceti yok. Bizning tarixdagi nurg'un siyosiy mujodilalarimizda, nurg'un voqealarda oxirgi hisobda bizning ishimizning ish bo'lmasligi, g'alabini qo'lga keltirolmasligining muhim sabablar bir tarafdan xalqaro vaziyatni yormasligi degandek sababli bo'lsa, yana bir tarafdan o'z ichimizdagi ixtilof adovatlarni shunda jiddiy paytlarda darhol unutib ketib turib, darhol uyushanmaslikda, dushmanga qarshi bir saf bo'lib bir yerga kelinmaslikda. Parça harakat qilganligimizda va dushmanning shu parça harakatdan foydalanib turib, hammamizdan ayrim sulh tuzib, hammamizni ayrim qo'ldirilib, musholarga olib kelganligidan iborat bir reallikmi bor. Agar biz buni yuzlanmasak, buni e'tirof qilmasak, bu xatolikni hozir takrorlayapmiz, kelgusini takrorlaymiz. Paloni zamondan beyken men bormayman deydigan mollalarimiz bor. Paloni ziyoli aşağıda bo'lsa men bormayman, uni bilan kurashmayman deydigan nayt qaltis ziyolilarimiz bugunmi bor, burunmi beydi. Men uni ismlaridan boshlab deyishim nayt qamlashmagan bir ish bo'lishi mumkin, ammo hammalar biladi. Bu nayt oshkora bir maxfiyatlik. Hammadan bildigan. Ammo bu cho'nglarning ichidagi bu adovat, kichiklarning ichidagi adovatga o'xshamaydi. Normal bir odamning ikki odamning ichidagi adovat ikki odamga ziyonliq. Ammo bir millatning sergisiga aylanib qolgan odamlarning o'ttirisidagi adovat butkul millatga ziyonliq. Ular o adavati orqali Allohning oldida o'zining shaxsiy adavatidan hisob bermaydi qiyomatda. Uni aytib cho'ng bir hisobni oldi qordi. Shu vaqtda mayli davatgan bo'lsa, deydigan nurg'un ishlar bor. Hozir bugungi kunda mana biz haqiqatan bu nuqtada bek ichinishlik bir ahvolda. Agar bizning siyosiy mujodaladagi niyatimiz haqiqatan ixlosmandlik bilan bo'lsa, biz kechirib o'taylik. Ya'ni ixlos qaytib qolamiz bu ishda. Chunki faqat Allohning roziligini ko'zlayalik. Ya'ni inqilobning g'alabasini, mujodalaning g'alabasini haqiqiy ichimizdan ko'zlayalik, o vaqtda bu yo'lda yuz bergan bizga etilgan toshlar, bizga etilgan tilla, haqoratlar biz hech qisi yo'q deb uni da surtib etib, ya'ni qo'l tutishib mang'alagan bo'ldik. Biz bugungi kunda hamkorlik uchun cho'qim birimizni yaxshi ko'rishimiz shart emas. Shundaqla o mumkin emas. Ammo biz aqliy jihatdan birimizni afu qilib etib turib, men bunga ehtiyojliq, u menga ehtiyojliq. Bu hammamiz tan qilmasak bo'lmaydigan bir ish bu. Deb bir yerga kelishni o'rganmasak, bu kulturni shakllantirmasak, men kesib aytalayman, biz g'alaba qilolmaymiz. Bu millatning dardini biz uchirgan bugungi bu krizisni
Uyghur milletinin barlık katlamlarındaki, barlık karaşlarındaki kişiler arasındaki şu ihtilaflarını en mümkün boğan dereceye kadar bir mahal olsun çörüp taşlap durup bir yerge kelişke özünün iradesi ve aklı bilen içindeki şu adavet öşmelliklerini besip durup ama iş yüzüde emeli iş kılışkı muhtaç.